Hali ham mashina iskari endi yursam, bizga o'xshab tuzukroq mashina olsang bo'lmaydimi? Mayli, bo'p qolar. Menga ruxsat. Mashinangizga matsiz bo'lsa ham zo'r qarayotgansiz. Ro'zg'orimda bori shu-da, yaxshi qaramasam ham bo'lmaydi. O'z og'aylarim ham yaxshi mashinalar minib olib, ustimdan kulishyapti, aka. Men aytgan joyga tezroq haydang, aka, bo'lmasa. Shu avtosalonni rahbariman. Bugun kimgadir yaxshilik qilaman deb uydan chiqqan edim. Xullas, sizga bitta taklifim bor. Yaxshimisizlar, bolalar? Bo'lib bo'lmayapti. Ha, boyvachcha kimga shofir bo'lding? Qanaqa shofir, o'zim mashina. Qanaqasiga? Bizning avtosalonda 10% lizing hamda 24% kredit asosida xohlagan mashinangizni nomingizga rasmiylashtirib olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Sizga berayotgan taklifim BYD Son Plus avtomobili. O'zingizni mashinangizni olib qolib, kuniga 285 ming so'm evaziga men sizga qilib bermoqchiman. Sizdan kulgan o'rtoqlaringizga salom deb qo'ying. Xullas shunaqa gaplar. Bolalar menga ruxsat, uydagilar kutyapti. Voy, so'mda nima arendatorimga qildik? Alo. Aka, men Malibuni dollarda to'layapman. So'mda qilib bering. Odamlar so'mda to'layotgan ekan-ku. Ha? Qarang, o'zini nomida ekan. Sen bilan men dollarga arendaga olib turib, yeb qo'yamiz o'rtoq.